Mana shu qo'yimiz bugun ertalab tug'di, birinchi tug'ishi edi. Juda chiroyli qo'zi tushdi. Meni hayron qoldirgan narsa akalar, tabiatni, hayvonlarni ongiga singdirib qo'ygan narsalar bo'lar ekan. Qo'ylarimiz mana shu yerda kechasi yotadi, to'lib yotadi. Ertalab saharlik vaqt xabar olganimda mana shu territoriyani tug'adigan qo'y uchun Qo'chqor hamma qo'ylarni nariga turg'izib yuborib, joy ochib berdi. Men hayron qoldim. Demak, bu bir gap bor desam, qo'radagi tug'adigan qo'ylarga demak Qo'chqorlar joy ochib berar ekan. Men buni ko'rib ta'sirlandim. Demak, biz bilmaydigan tabiatni o'zi qo'ylarga, chorva sohasiga singdirib qo'ygan narsalar bor ekan. Demak, biz bularni ko'proq o'rganishimiz kerak, do'stlarga ulashishimiz kerak, harakatda to'xtamasligimiz kerak. Ramazon oyini ham mana o'tkazib oldik azizlar. Hammalaringizni tabriklayman. Bundan buyog'i endi sizlarga Xudo xolasa sifatli kontentlar, narx-navo, sifat, davolash, foyda, parvarish bular haqida sizlarga ko'proq hayotiy tajribamizda ma'lumotlar ulashib borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang. Do'stlaringizga, chorva sohasiga qiziqadigan do'stlaringizga ulashib qo'yingizlar. Hammani xonadoniga fayz barokat tilaymiz. Chorvangizga omad.